Assalomu alaykum hammaga. Hurmatli do'stlar, mana bu Avazbek degan ukamizni obyektda uyi. Mana shu odam kavlayotgan odam, chuqur kavlayotgan odam uyda egasi. Ehtiyot bo'lasizlar, rasa injiq. Biz elektriklar dedim, boshimiz yong'oq chaqadi. Mana asosiy simimiz, yashigimiz. Mana ketayotgan joyi ko'ryapsizlar mana akalar, iltimos. Ayniqsa yog'och ustalari, suvoqchilar. Mana osilib turgan simni ikkala chekkaga chiqarib qo'yamiz. Keyin mana sekin uy egasi asol mehnat qilyapti. Chalg'itmaylik, o'z ishimizda davom etaylik. Mana u ro'parada mana g'ishuradan ustalar ishlayapti. Xudo xolasa yaxshi. Mana bu ketyapti. Mana shu yerda mana yerda asishinasi mana. Bu yerda nimalar ketadi. Tashqarida mana ketyapti chiroqlar. Xudo xolasa endi xonadonni birinchi etajiga kiramiz. Kirib mana bir chekkadan boshlaymiz mana akalar. Xo'p, mana iltimos, mana bu eshik tepasidan ham ketyapti mana. Mana o tepadan glavniy sim ketyapti shu yerdan. Borib turib hamma oshxonani glavniy sim, o'rna yashiga oshxonani mana. Agar chekkaga, o'yinlarga uradigan bo'lsa, tamom, tugaymiz. Oshxona tugaydi. Mana ketyapti akalar mana. Mana iltimos akalar. Mana burchadan chiqyapti mana. Tashqariga ketyapti shishani. Mana ketyapti mana. Mana tashqariga shishani ketyapti. Mana bu burchadan dorozaxonani ashishanasi asosiy to'kich ketyapti. Mana bu spanniga kirib ketyapti mana. Mana bu dimoxod tagidan asosiy kabellar chiqib ketyapti. Tashqariga, yashikka, tepadan tepaga chiqib ketyapti, ikkinchi etajga. Endi mana hammomga kiramiz mana, spanniga. Mana kirishimizda mana belida mana sim tushyapti. Iltimos akalar, e'tiborli bo'laylik. Ayniqsa santexniklar bu yerdan o'tmaydi. Endi santexnika ham navbat keladi hozir mana. Mana televizorga chiqyapti. Mana Xudo xolasa. O tepada konditsioner mana. O tepaga yo'q, konditsioner emas, konditsioner simini keltirib turib, mana o tepa bilan boradida konditsioner iladigan aka. Mana bu burchadan mana ko'rdinglar? Tepadan tushyapti-da. Pastga keltirib turib, bu yoqqa ketyapti. Bundan bu yoqqa ketyapti mana. Mana antenasi ketyapti shu yerdan. Antenasi ketyapti. Antena shu yerdan ketyapti mana. Hammomga kirib ketyapti. Hammomga kirib turib, mana ketyapti mana. Dimoxod orqali ketyapti. Tushuntira oladimi? Mana akalar, Xudo xolasa. Hammasi yaxshi. Mana shunday to'k ketyapti. Mana atrofiga chiroyli bir narsa qilaman deyapti. Shuning uchun qilib qo'ydi, chiroq chiqarib qo'ydi. Shuni qo'yayotganda, urayotganda, iltimos, antena bor tepadan. Ko'rib olinglar. Yog'och ustasiga ish bu yerda. Mana shu yerda bunday olayotganda, ramka qilayotganda o antena, mana ketayotgan gofraga solgan antena, sim asosiy kelayotgan sim. Urib qo'ymanglar akalar, iltimos, mana shu yerga ramka qilayotganda, ayniqsa. Ramka qildiraman degdi shu yerda. Mana ko'rib olinglar aka. Patolog qilayotganda, shu yerga urib qo'ymanglar akalar. Mana bu burchadan ketyapti, taydan ketyapti. Mana shu yerga miq urib yurmanglar, burchakka miq urib yurmanglar. Mana ketyapti. Ko'rdinglar mana? Ayniqsa mana. Yerda mana asishini
u ikkalasiga ketyapti, kulchatir ketyapti. Mana yashil mana. Mana kelib turib mana orqasidan sim o'tyapti. Mana akalar. Mana kufnyaniki. Освещение ketyapti. Bu yerdan boiler, konditsioner kiryapti, televizor kiryapti. Mana antenna ketyapti. Endi bu yoqqa mana belidan xudo xolasi ketyapti. Ashu liniyada kelib, mana xolodilnikka, unga bir apparatura qo'yaman deyapti, uni освещенияsi. Mana bu belidan ketyapti. Iltimos antennakalar. Ashga narsa qatirayotganda, olib kelayotganda urib qo'ymaylar. Mana podvalga tushib ketyapti. Mana shu podvalda, mana ayniqsa bu plyunts qo'yayotganda mana qasiga urib qo'ymaylar. Mana ketdi mana. Mana vitishgan ekan. Mana gaz plita bilan duxovkan ekan. Xudo xolasa. Bu yerda shu burchadan nari letniy oshxonaga kabel o'tib ketyapti. Mana ko'rib oldinglar akalar. Mana bu mana bunday hech ketyapti. Bunday hech ketib turib mana akalar. Mana ketyaptimi? Hech ketib turib mana bunday ketyapti. Bir marta xuddi mana shu yerdan kanalizatsiya chiqib ketgan ekan bittasi, ikkinchi etajga qaratib. Shunda u burchakdagini urib qo'ygan ekan, kesib tashlagan ekan. Mana bu revis yonmay qolgan mana revis mana shu. Pastdan o'chiramiz, tepadan yoqamiz, tepadan o'chirib, pastdan yoqamiz. Mana shu ketyapti mana. Ko'rdinglarmi? Mana ikkinchi etajga. Mana. 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 Mana ko'rdinglar-a? Endi xudo xolab nasib qilsa, ikkinchi etajda ham olamiz syomka qilib. Mana. Mana, mana. Mana yashil. Ko'rdinglarmi mana? Xudo xolasa. Mana ikkinchi etajda xonalar bo'lyapti. Mana. Mana, u ustalar ishlayapti.